yurtdoshlarimizga bronxial astma haqida qanday tavsiyalar berasiz? Bronxial astma bu yuqumli bo'lmagan surunkali kasallik hisoblanadi. Asosan bugungi kunda bahor faslida allergik va infeksion allergik shakli juda ham ko'plab uchraydi. Buning 4 ta bosqichi bor. Ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi pog'onalar. 4 ta pog'onasida ham allergolog, immunolog mutaxassisi yordamida davo muolajalari qo'llaniladi. Asosan ingalyator glikokortikosteroidlar, inyektsion glikokortikosteroidlar, tabletka shaklidagi glikokortikosteroidlar va undan tashqari antigistaminlar va shu bilan birgalikda har bir bemorga individual davo rejasi tuziladi. Bu asosan nafas siqishi, bo'g'ilish, yo'tal, qushtaksimon xrip va oq balg'am ko'chishi bilan kechadi. Asosan tunda ko'proq bo'g'ilish hissi vujudga keladi. 1-chi, 2-chi pog'onalari o'ta og'ir emas. Haftada 1-2 marotaba bo'g'ilish, tungi 1-2 marotaba bo'g'ilish hissi bilan kechadi. Lekin 3-chi va 4-chi pog'onalari og'irroq kechadi. Hattoki kuchli yo'tal ta'sirida peshob qo'yivarish holatlari ham bo'ladi. Bunday holatda tezlik bilan allergolog, immunolog mutaxassisiga uchrashishlari tavsiya beriladi. Javobingiz uchun rahmat. Salomat bo'lasiz.